Va laqad adalla minkum jibillan kaseeran afalam takunu taqilun. Bu iblis sizlardan ko'p avlodlarda adashtirib tashladi-ku, aql ishlatmaysizlarmi axir? Jibillan kaseeran, ko'p avlodlarda Alloh aytayaptiki, u iblis adashtirib yubordi. Jibil nima degani aslida? Bir uyum narsaga arab tilida jabala so'zi ishlatiladi. Shuning uchun ham arab tilida tog'ga jabal deyiladi. Chunki tog' toshlar, qumlar uyushmasidan iborat. Demak, jibil degani uyum tog'dek avlodlarni, ajdodlarni yo'ldan urib tashladi biz. Mana shu ham yuqorida aytgan ma'nomizga tasdiqki, aksar odam to'g'ri yo'lda bo'lmaydi hech qachon. Aksar odam shayton yo'lida bo'ladi. Uyum tog'dek avlodlarni adashtirib tashladi deb. Hozir hammani qarang. Hozir hayotimiz bir misolidan. Yer yuzida 7 milliard odam bo'lsa, shuni eng kamida bir 5 milliardta aniq o'zini kofirman men deydi. Ya'ni xristian, nasroniy kofir, haqiqiy kofirlar yoki umuman dinsizlar, ateistlar, butparastlar. Endi tasavvur qilyapsizmi? 5 milliard odam bir tog'dek uyum bo'lib ketadi rostdan bular. Bor yo'q bir 2 milliard yoki 1,5 milliardga yaqin odamgina o'zini musulmonman deydi. Ularda ham hali musulmoni qancha o'zi Alloh biladi. Lekin 5 milliard aniq boshqa din vakillari. Din emas, u kofirlar ya'ni. Haqiqatan aksar avlodlarda mana jibil tog'dek uyum avlodlarida shayton adashtirib tashlagan. Hozir shunday bo'lgan, qadimda ham shunday bo'lgan va kelajakda ham shunday bo'ladi. Odamlar aqlini ishlatmaydimi deyapti mana. Demak, Qur'onda ko'p aqlni ishlatishga targ'ib qiladi Alloh. Aql insonni chunki jannatga boshlaydi, Allohga boshlaydi. Mana Taborak surasining tafsirida o'tdik. Kofirlar jahannamda yotgan joyda e'tirof etdiki, "Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Biz eshitganimizda shu gaplarni yoki aqlimizni ishlatganimizda jahannam ashobi bo'lib yotmaslik buyurdi hozir deyishdi. Shuning uchun ham Qur'on sunnat doim insonni aqlini ishlatishga buyuradi. Tafakkur, tadabbur, aqlni chaqlashga buyuradi. Insonning bu dunyosiga ham foyda, oxiratiga ham foyda. Aksar odam yo'ldan ozganligiga yana bir dalil hadisda kelgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innalloha yaqul yawmal qiyamati ya Adam, fayaqul labbayk va sa'dayk, fayaqulu akhrij min zurriyatika ba'san ila an-nar." Qala va ma ba'sun nar? Qala min kulli 1999. Alloh azza va jalla qiyomat kunida Odam alayhisalomga aytadi: "Ey Odam, zurriyotingdan jahannam guruhini chiqar." "Ey Robbim, nima bu jahannam guruhi?" deganda har 1000 tadan 999 tasi deganlar. Aksar odam shaytonga qul bo'lgan mana, jahannamiy. Hech qachon shu uchun aksarga qarab insonning haqligi o'lchanmaydi. Ko'pchilik unga ergashayotgani yoki ergashmayotganiga qarab. To'g'ri, bunda o'sha 99 tani aksari Yajuj-Majujdan bo'ladi deyildi. Lekin shundoq bo'lgan taqdirda ham baribir Yajuj-Majujdan boshqa inson avlodlaridan ham aksari odatda adashgan mana Qur'on guvohligi bilan.